Yo bolalar, barchaga salom, sizlar bilan men Xadir Samurov va bugungi videomizda bolalar obunachilar bilan birgalikda bolalar Amirchigan bor bu yerda. Biz birgalikda mana shu o'yinni o'ynaymiz bolalar. Ko'rsak har tarafimizda har qanaqa narsalar bor bu yerda. Ba'zilar reklama, ba'zilari esa mana narsalar bor. Bu yerda biz o'zimizga tuxumchalar ochish degan bularga o'zimizga birinchi bo'lib biz kubikchalarni yig'ib olamiz va o'sha kubikchalarga biz qo'limizdagi qanaqadir kirkachani olib turib, kuchaytirib, kirka orqali biz anaqa narvon qurishimiz kerak bo'ladi bolalar. Shunaqa narvon qurib turib biz qachongacha qaysi tepalikkacha chiqa olar ekanmiz bolalar. Bu juda ham uzun ekan bolalar. Shu eng tepasiga chiqishimiz uchun mana bu narvon orqali biz anaqa narvonlarni qurib chiqar ekanmiz bolalar. Ekranga bitta bosadigan bo'lsak, narvonimiz qurilar ekan va mana bu yerda esa bizga har bitta narsaga chiqqanimizda, orolga chiqqanimizda bizga qanaqadir bir tekinga kubikchalar beradi. Oy, men yangi kirka oldim. 6 tadan beryapti endi menga. Biz reverse ham qilsak bo'lar ekan bolalar. Reverse qilib o'zlarimizni sekundiga beradigan, har bitta bosganimizga beradigan narsani ko'paytirib olsak bo'ladi narvonimizni. Narvonimizni kuchaytirib bolalar yana bitta reverse qilsak bo'ladi. Mana bu yerda king reverse 2-chi levelda ekan bolalar. Bu yerda 2x narvonlarni yoqib qo'ysak ham bo'lar ekan. X tuyunuz ham bor ekan. Ha, zaspit ketadi. Yo'q, bolalar. 8x shusi 12. Bo'ldi, olmayman, bo'ldi. Olmayman, bo'ldi. Ha, serverga 2x qilib beraymi hammangga? Hammangga, davay, let's go. Hammaga 2x qilib berdim bola serverga. Yo'q. Keyin bolalar, mana bu yerda o'zlarimiz spinlantiramiz. Qani, narvonlarni spinini aylantiramiz. Qani bizga qanaqa narsa tushayotgan? Oy, 2x use potion. Menga yana mana bunaqa narsa tushdi, potion degan narsa. O'zi kubiklarimni 2x qilib berar ekan bu bolalar. Men o'zi kubiklarim dafiga bo'lib yotibdi-ku, 8x qilib qo'yganman. Day narvonlarning tepaga chiqib ketaman bolalar. Men easy keyin mana klik keldi, yo'q qo'yish degan bo'lar ekan. To'tolar ekanmiz bolalar. 90 ta endi. Oy, biz 88 ta kubik olsak bo'ladi. Men yiqilib tushar ekanmiz bu yerda to'tolmasdan. Yo'q, men to'tishimiz uchun hali bizga ancha ko'p narvonchalar kerak bo'lar ekan. Ha, endi o'rgan orollarga chiqa olsam bo'lar ekan, lekin tezroq uni bosmasak, unda yiqilib ham tushishimiz mumkin. Qanaqasiga qoldi bolalar, tezroq mana shu yerda kubikcha olib suramizda, keyin bolalar, chunki bu yerda ko'proq kubik beradi bizga. Hozirgacha ikkita qoldi. Yaxshi bolalar, bu yerda ham chiqib oldik. 140 ta anoni olamiz. Menga 480 ta kubik qilib berdi. 840 ta kubigim bor. Keyin mana yerda tuxum olsak bo'lar ekan, 5 ta kubikka bolalar. Mana shu yerdan 5 ta kubikka biz tuxumcha ochamiz. 3 ta tuxumcha ochdik. Voy, nimalar tushdi menga? Qanaqa pet? 2x, 3x deya tushdi, buni qaranglar. Yana bitta ochib ko'ramiz. Qamiz. Let's go. Yana shunaqadan tushdi. Oy, 3 ta bor. O'sha yetadi menga 567 tadan beryapti menga, qaranglar. Bizda hozir 8-14 ta kubik bo'ladigan bu yerda kaligini ololmas ekanmiz. Mayli, necha 200 litrga olib turamiz hozirchalik. Nega bo'lmayapti buni? Ha, bo'ldi, olibmiz. Endi bizga 5 gadan beryapti. Reverse-ni bosamiz bolalar. 2 marta bossam 30-level reverse-ga yetib keladi bolalar. Buni qaranglar. Vobshe kuchli bo'lib ketdik biz. Davay, yana aztoz trenirovka qilib 40-level qildik buni. Yo'q bola, o'sha 40-level bo'ldik. Juda ham zo'r. Endi bizdan trenirovka qiladigan, masalan, reverse qiladigan paytimiz mana 2x qilib berar ekan. 10 kadan endi beryapti bizga bola, 10 ka. Keyin reverse'imiz esa 50-uruvinda bola. Amirchik nima qotdi? Sen trenirovka qilsanda-ya? Davay bola, bizlar trenirovka qilib az boost qo'shganman. Hamma 2x qila oladi bola. 50-level desam, men yana reverse, lekin men reverse qo'yaman. 50-level bo'lsam, men kubikchalarni yig'ib birinchi bo'lib kuchayib olishim kerak. Menga ko'proq yaxshiroq bolg'a kerak, kirka kerak menga. Da ketdi bolalar, bo'ldi. Mo'yta nimanidir och debdi. Men buni ochib bo'lganman, uka. Buni ochib bo'lganman. Ko'rsan, zo'rligini. Qani ketdi bolalar. 500 ta kubikdagi zonalarda dashi bundan ham zo'r, hayvonchalar olsak bo'ladi. Har safar biz yangi orolga ko'tarilgan paytda bunchalar ko'payib boraveradi, zo'r bo'lib bo'laveradi. Mana bu yerda o'sha 20 kubikka qanaqadir tuxumchalar. Lekin biz eng tepaga chiqib turib, maksimum qanchalik tepaga chiqa olsa, o'sha tepaga chiqa olamiz va o'sha yerdan biz tuxumlarni ochib ko'ramiz bo'ladi. Nima deysizlar? Bizga dahshat narsa tushib qolsa bor-ku, 100x, 500x narsa tushib qolsa, yo'q, garavash qiladi. At unicorn Robux ekan bu lekin. Men bu yerga zo'rg'a chiqaman. Nimaga 3 kalikka easy chiqaman. Bosib turish kerak ekan. Bo'ldi, bosib tursa, yeplar ketadi. Bo'ldi. Mana yerda qancha 600 ta kubik, 25 kaligi ham bizda 1,5 million ta ano bor edi. Narvon 6,5 million ta ham 300 taga ochib qo'ysak bo'lar ekan. Hoppa. 3 ta. Oy, qanaqalar tushdi menga? 14-20x li petlar tushdi menga. Yo'q, 3% ga tushmasmikan? 3% ga tushmasmikan bo'la? 3% ga atak tushmadi haligacha. 2 ta ochdim yana. Qanaqa tushdi? 20x lilar. Shu 20x bo'la. Har bitta bosganim 70 kadan beryapti. Edan bu yerdan 200 kalik narvonni
Millionga chiqa olamizmi? Bolalar nima deb o'ylaysizlar? Narvonim tugayapti mani. Narvon tugar ekan. 2 millionta narvon qoldi menda hozir. 2 millionta bo'ldi. Bu yoqqa o'sha chiqa olmasligimiz. To'g'risi biz 100, 1500 rubuxniki 100x lik narsada ani qilar ekanmiz bolalar. Maytdan 3 kalik kubika bu beradi. Endi to'g'ramiz biz. Mana buni olar ekanmiz. Yaxshi. Eskisi bizga nechta 28 ta ani berar ekan. Narvon endi yangisi esa 110 tadan beradi. Bu degani 177 mingta har bitta knopka bosganimiz bolalar. Endi biz undan zo'r analarga o'tib olamiz. Mana osh deyapti bola, mana shuni ochiq qo'yib bo'lsa qo'ymaydi hozir bu sizlarga ko'rsatib. Ketma-ket ochib ketish kerak ekan. 9 ta rebursda biz 6.5x ladderga o'tib olar ekanmiz. Biz hozir rebursimiz 4 ta bo'ldi. 7 ta rebursda esa mana 4.5x o'tdi. Nima? Davay bola, mana yerda bosgan o'sha 500 kadan berib reburs bosib o'ramiz. Qana 60-level. Men o'sha 59 bo'ldim. Bola. Mana 60 bo'ldim daji. Yo-mayo, bola. Olsa bergan, 1 million tadan beryapti menga. Nima? Ha, mana yerda 3x lik 3 ta rebursga bor. Qara, mana bu yerda tupoy. Hey, aytdiki, mana bu yerda. Qara 3x ligi bor. Ko'rdingmi? 3x ko'paytirib beradi. Tupoy, sen 2x ni urib o'tiribsan. Bola, biz 60 level bo'ldi. Hozir 70-levelda biz yana aniq qo'ramiz, reburs qilib turib bundan ham zo'rga o'tib olamiz bola. 5x deymiz, o'shanga o'tib olaman. Qara, azgicha qoldi buni qaranglar. 69 davay bola. Birinchi o'qib bilib, birinchi kubik keyin maksimum level ham qoldi. Har bitta bosganimizda bizga esa 369 gadan kubik aniq berib narvon bolalar. Birinchi oxirigacha boramiz. Keldik buni qaranglar. Biz 1.5 millionlik orolchadamiz billa. Har bitta narvon bizga 1.5 milliontadan narvonimiz yo'qoladi bolalar. Men ham bosaman, ham tepaga chiqib ketaveraman bolalar. Morga keldik. Yo-mayo. Nima yerda qanaqa tuxumdan o'xshab bo'lar ekan bolalar. Yo-mayo. Nima tushdi menga? Qancha 40x lik petlar tushdi menga. Yana nima tushdi? 32x, 48x lik petlar tushdi. Endi menga 800 kadan beryapti bolalar. Har bitta osgan 800 ka. Uy, nima yerdan chiqish? Yo-mayo, bolalar narvon tugab qoldi. Ichi yo'l boradi. Hali ancha yo'l bor ekan. Mana shu hammasi bosib bo'ladi. Yo bolalar, mana qo'yadi, bosib tugatdim. Mana 16 ka kubikcha olamiz. Bolalar, mana g'oyat. 32 kalik ani ham oldik. Endi mana 40 ga, 40 ga bo'lar ekan bolalar. 40 ga bo'lar ekanmiz. Yangi reverse qo'ramiz endi bolalar. Mana yerda speed kuchaytirsa bo'lar ekan-ku. Yo-mayo. Mana pit equip tegishtirsa bo'lar ekan. Speed kuchaytira olamiz. To'xtaylik, hozir birinchi bo'lib. Speedni maksimum kuchaytiramiz. Qolganlari turaversin, короче. Oy, speedim ancha yaxshi bo'lib ketdi mana. Men trnovka qilgancha, men reverse'im kattaroq-ku. 7-reverse qildim mana, 7-reverse mana. Mana nima? Bu nima? Spin? Voy, 9 ta Robuxga 5 ta spin bor ekan. Ochmang. To'xta, ochib ko'rak, nima ekan bu o'zi? Yo, mana shu yashilga tushish kerak-da. 1% ekan tushish imkoniyati bolalar. Lekin bo'lishi mumkin, samaraga tushmay qolishi mumkin. Yo-mayo, atayin qilibdim bu. Mashinaga. Muxtator 9 Robuxim. Ishlab bergani yo'q. 7 reversni 4.5 fa. Sanam 7 revers qo'rdim o'zi. Yutasanmi deyman. O'sha kuchingni qanchadan beryapti senga? Sen qanchadan beryapsan sen? Men o'sha 500 bo'lib ketdim. Davay, vatanimga qaroramiz dalshi. Vallahi men aytdim 15 minutlik narsani bajarganimiz uchun oy, qanaqa tuxumcha berdi? Bu narsa berdi shekilli. Ha, musu narsa beribdi. Yo-mayo. Musu narsa. Uzber, taniysanmi? Uzbek Giril tanishmi? Sen biznes Giril ekan bola, niklari biznes Giril ekan. 1 milliard narvoncham bor. Mana qayerdan berdi? Yo'q qo'ying, qo'yasiz tuxumchani turibdi-ku. Mana. Mana bitta. O'sha yerdan berdi. Doy bola, biz ashib ketaveramiz. 1.5 ancha turib qo'ydik. Nima? 3.5 kalik, 3 kalik zonaga kelib oldik. Vallahi o'sha yana 1.5 narvonga kelib oldik, vallahi. O'tsak nasib bo'lsa, bundan keyingi o'ralga ham o'tolamiz ekanmiz. 25 million narvonlar. Yo-mayo, vallahi. Короче, men qanaqa? Mo'yatda Rainbow nima bu? Pet. Reverse bo'lar ekan bularni. Mana 4 tasini belgilaymiz, 40% shans bor ekan. Voy, bo'ldi. Rainbowni ana craft qilib mana uni. Avtomatik. Ana 3 ta qilsak-chi. Dang. Endi mana uni Rainbow qilib berdi. Ko'd ekan-ku bu. Menda zo'r narsalar bor o'zimda. Короче, hozir bizda qancha bor ekan? Olmaydi. Boshqatdan kubik olib kelaman hozir bolalar.
Yo valla menga spin berdi, o spin aylantirib ko'ramiz. Menga 1% Gold Dominions degan mana hayvonchani bersa bo'ladi, zo'r bo'lardi. Samolyot tushadi ukam. 3% reverse. Yana bitta reverse berdi menga tekinga. Yo-mayo, biz boshqa gap bola. Naqadar zo'r ketdik. Men narvonlarim qaranglar, eng qizig'i. Men kuchaytirib keyin kiysam bo'lar ekanda, yo-mayo. Kuchaytirib keyin kiysam bo'lar ekan, buni qarang. Hech qaysi narvonim ketmagan bola. Hamma narvonim joyida. Hozir 1 milliard janob keyingi orolgacha ham o'tolardim bola. Bizni loq deb o'ylaydi bular, debdi. Bosmayman. Bosmayman. Uyingga qaytaraveradi-ku. Uyingga qaytaraveradi-ku. Qaytarmaydi. Men tepaga chiqa olmayman. Ishonang qaytarmaydi. 6 ga kubikni oldik bola. Va nihoyat 39 ga bo'ldi. Endi biz 25 ga mana uni olib qo'yamiz. Oy, ikkita bo'ldi. Bola, endi biz dashi. Qani ozgincha yig'oramiz. Reverse qilishimizga qancha kerak bizga? 80-90 levelda 2 milliardta narva yig'ib oldim. Endi bola biz ko'ramizda bola avtomatik Venus yoqamiz. Avtomatik Vin yoqib yubordim. O'zi avtomatik qanaqadir anu yig'adi bu. O'zi avtomatik qatgacha kiradi bola, hozir ko'ramiz. Qachongacha borib kubiga kelar ekan. Bola ko'rayotgan bo'lsanglar, biz вообще uni pashti biz kelib oldik. Hozir o 20 narvonlik zonaga o'tib olamiz. Anu berar ekan. Bola men narvondan ketishini qaranglar. 25 o'rndan ketyapti bola. 2 kubik berdim hozir. Yo-mayo. Yo'q, undan ko'p berdim. 76 ga olib ketibdi. Mana 40 galigida olamiz. Yo-mayo bola. Endi boslaychi 1,5 million to'lab har bosganimga. Mana bitta turnovka qilsak-chi bola, mana bitta turnovka qilsak. Oy, 6 million to'lab beryapti. Ko'pincha qaranglar bola. Короче bola, hozir ko'ramiz-da. Sizlar bizda eng kuchli skim ekan. Men ekanman bola 3,5 lardek bittagina bola. Mana shu joyda bola video yakunlayman bola. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'ling bola. Har bitta videoda 5 tomondan qo'shaman bola. Keyinroq ko'rishguncha